Men Hamroyev Baxtiyor Jabborovich, shu korxonaning ta'sischisi, shu korxonaning rahbari. Korxonamiz 2007-yilda ochilgan. Biz bu korxona ochilgan paytda 3 kishi, 4 kishi edik. Hozirgi kunda 800 dan ziyod oshdi. Bizning korxonamiz O'zbekistonning yer osti texnikalarini ishlab chiqaramiz. Shulardan mana kulak, talkatel, kilit, ulardan tashqari vines, reduktorlar, tishli qildiraklar, chevron zublar, ham takarni, frezerni, zub shilpo qilgan stanoklarga detallarni ishlab chiqaryapmiz. Oldin bular O'zbekistonga ishlab chiqarilmagan, oldin Rossiya, Ukrainadan kelgan. Yoshlarni o'qitib, o'rgatib, o'zimiz lokalizatsiya qilib, hozirgi kunda bizning mahsulotimiz 1000 dan ziyod turi oshdi. Mustaqilligimizni 35 yilligi muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonni sanoat ishlab chiqarishi rivojlansin va o'zimiz hissamizni qo'shamiz.